Bugun 5-yanvar do'stlar, videomiz davomi cho'chak ekish do'stlar. Hozir ko'rsatamiz. Qanaqa qilib ekiladi, qayergacha ekiladi, yerda urinibdan qanchalik ekish kerak va bismillahirrohmanirrohim. Mana toshlarni olib, ko'chat tepalab bo'lmaydi deyshadi mana. Bosib ekiladi do'stlar. Bunga do'stlar suv quymaydiganlar uchun bu yerda erta traydan agat oladi. Ertadan tagiga sochamiz do'stlar mana. Bu Pink Lady Rose Glow manzilimiz do'stlar Farg'onada ekilyapti. Ekilgandan keyin xuddi shu holatda ekiladi do'stlar. Kimga shunaqa bog'lar, chiroyli bog'lar tashkil qilmoqchi bo'lsalaringiz, pastga qo'yib qo'yamiz. Videomiz yoqqa chiqsa, like bosib qo'yamiz, biz ekishda davom etamiz.